O'zbekning nimasi yaxshi? Aylanib baribir hovli yaxshi-da. Oyog'ingizni cho'zib dam olasiz, bemalol hordiq chiqarasiz. So'rilarni ochiq havoga qo'yib olib, xotirjam nafas olasiz. Bolalaringiz yayrab, yugurib o'ynaydi. Ayniqsa hozirgi zamonda yer uylarning sharoit etajdagidan ortiq bo'lsa ortiq, kam joyi yo'q. Shu deganingizga bitta hovli olmasammi deb yurgan obunachim, aynan ko'rib turgan taklifimizni kvartira narxida olib olishingiz mumkin. Qurilishi hali tugatilmagan, to'g'ri, lekin chiroyli loyihalar pishig'ishdan asosiy skeletini ko'tarib qo'yishibdi. Bu yerni olib tamomlab olsangiz, Farg'onaning boy akalaridan bo'lib yuraverasiz-da, chunki 2 qavatli, uni ustiga podvalli qilib solingan ekan. Maydoni salkam 4,5 sotixni egallagan. Proyektni 2 ta hol, 2 ta sanuzel, 8 ta xonaga moslashgan. Endi bu yog'i o'zingizning ehtiyojingizga, didingizga qarab qolganini davom ettirib olaverasiz. Oilangiz kattami, kichikmi, qo'rqmasdan olaveradigan joy ekan. Hamma oila a'zolarini sig'dirib olar ekan. Mehmonxonaga ajratilgan xonalarni aytmaysizmi? Kengina, uzoq yaqindan kelganlarni bemalol boshlab kelaverasiz. Shunaqa joylarni olib, ota-onamga chiroyli havas qilsa arziydigan qilib sharoitlarni qilib beray. Hamma qarindosh urug'larni, yor do'stlarni chaqirib, ehson dasturxoni yozay deganlar bitta like bosib keting. Hali uy bitkazilmagani uchun bu yerga olib kirib ulgurmagan bo'lsa ham, kommunikatsiyani hammasi bor ekan. Kadastrlari ham tayyor. Hujjat tomondan ortiqcha bosh og'riq bo'lmaydi. Kelishgan kuningiz qo'lingizga topshirishadi. Narxini 65 ming deyishmoqda. Aytganimdek, ekranda ko'rsatilgan egallarning nomerini oling, bog'laning. Ajabmas, yil oxirigacha bitkazib olsangiz, qolganini ham, niyatni katta qilganga yarasha harakatni ham katta boshlang. Siz sababini qiling, hali bo'lib ketganini o'zingizdan bilmay qolasiz. Manzilni aytib ketayin-da. Farg'ona shahar, Shodiyona MFI, Barhayot ko'chasida joylashgan. O'zimga moslab olsam bo'ladigan katta, keng xonadan chiqib qolsa bilib qolay deb yurgan tanishlarga videoni jo'natib qo'ying.